Sen bilan birgalikda Mario Minecraft va bugungi videomizda mana shu modlardan birini tekshiramiz. Xo'sh do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Keyingi video qaysi mod haqida chiqsin? Kommentariyalarga yozib qoldiring. Men hozircha mana shu One Block kartasida o'ynamoqchiman. Bugungi video shu haqida bo'ladi. Bo'lmasam ketdik. Xo'sh, yuklab olsa. Mana o'yinga ham kirdi. Nimagadir shu blok o'zini o'zi kovlayapti. Ko'ryapsizlarmi? O'zini o'zi kovlayapti. Mana bolta ham berdi. Mana men kovlaganim yo'q, ammo o'zi kovlayapti. Bu nimadanligini men bilmadim-da men. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu nimadan? O'zinglar o'ylanglar, nimadan bo'lishi mumkin bu? Ha? Xo'sh, mana nima ham tushmayapti-da. Mana men kovlasam, u kovlamayapti. Bunda qandaydir mana ko'ryapsizlar, ora-orada nimalar ham bor ekan mana. Ana orollar ana zo'r narsalar berdi. Mana buni kiyib olamiz. Mana yana o'zini o'zi kovlayapti. Men bundan 4 ta nimani tayyorlab olaman. Blokni. Xo'sh, mana endi bu yoqqa qo'yib olamiz. Hop. Ana. Misol anaqaroq blok ekanda. Ana temir kirka ham beribdi. Endi orolni kattalashtirib olsam bo'ldi. Bu yog'iga keyin qo'shni orollarga ham suzamiz. Bunisiga endi e'tibor bermaysizlar. Kechqurun bo'ldi. Devan yo'q. Ishni davom ettiraveramiz. Nima shuni oti? Sandiq o'zini o'zi kovlayapti. 2 marta chiqdi ya shu. Sandiq. Xo'sh, ko'mir. Xo'sh, tak. Daraxt. Xo'sh, o'zim kovlasam, keyin kovlashdan to'xtayapti. Temirni kirkada to'g'rilay olish kerak. Bo'lmasa hammasi bir tiyin. Ana 4 ta kirkam bor ekan bu yoqda. Sandiqlarni qo'yamiz. Inventorim to'lib ketadi bo'lmasam. Yaxshisi bitta zo'r narsa kallamga keldi. Mana shu temir kirkalar turgan qatorda polni to'ldirish. Endi maqsadim shu hozircha. Bu temir kirka kerak bo'ladi. Bu tushmayapti umuman. Bu boshqa yo'llarga ham o'tmayapti bu blok nimagadir. Otib yuboraman. Ketdi, tamom, xayr. Blokda yozib turar ekan.
Do'stlar, o'sha boshida aytganimdek, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. O'tgan safargi videoni davomi chiqishini xohlasanglar, ya'ni o'sha shu videoga 100 ta like yig'ib bersangiz, o'tgan safargi videoni ikkinchi qismi chiqadi. O'tgan safar o'lganimdan keyin to'g'risi juda jahlim chiqib ketdi-da, o'yindan chiqib ketdim. Lekin shu mana sizlarga dalil isbot, mana 557 ertalab 22-mart kuni olyapman. Shu bugun chiqadi video. Agar qandaydir sabablarga ko'ra yuklanmay qolsa, bugun chiqadi. Xo'sh, endi qayerga qo'ysam ekan? Bilmayman, qo'yib turib, Monday qo'yamiz. Tuesday qo'yamiz. Buni kiyib olamiz. Mana lucky bloklar ham zo'r narsa ekan. Xo'sh. Hozir biroz o'yin cho'zilib ketdi, shu sababli biroz tezlashtiryapman. Xo'sh. Do'stlar, mana shu tepada videoni boshida ko'rgan modlaringizdan qaysi birini o'ynashimni videosini chiqishini xohlaysiz? Kommentariyalarga yozib qoldiring. Men shunga qarab keyingi videoni chiqaraman. Agar o'tgan safargi videoning davomi chiqishini xohlasangiz, 100 ta yoki mana shu yerda modlardan qaysi biri chiqishini xohlasangiz, o'shandan nomini yozib qoldiring. Bu yerda o'sha Skyblock kartasini 2 xil turi bor. O'sha kartalardan qaysi birini o'ynashimni xohlasangiz, videosi chiqishini xohlasangiz, kommentariyalarga yozib qoldiring, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bor yo'g'i 13 dona bo'ldik. Bo'ldi. Joy yetarlicha katta bo'ldi. Endi birinchi orolga ko'chib boramiz. Ko'chmaymiz, ya'ni qurib boramiz. Ko'prik quramiz, ko'prik quramiz, ko'prik. Men qishloqiman, kechasi bilan qo'shiq aytaman, degan qo'shiqni eshitgandim. Sekin, ohistalik bilan siz nechanchi sinfda o'qiysiz? Buni kommentariyalarga yozib qoldiring. Bu men uchun qiziq. Qaysi maktabda o'qiysiz? Men o'zim haqimda ma'lumot bersam, 24-maktabda o'qiyman. Qayerdaligini aytmayman-ku. 24-maktabda o'qiyman, 8-sinf. Yosh youtuber.
Yo yeah. O'tgan safari kommentariyalarda yozgan inson meni o'rtog'im. O'sha odamniyam kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ertadan horror o'yinlar videolar chiqadi. Bugun 4 kun oldin birinchi videosi chiqqan ekan. Adashmasam u Granny'ga o'xshagan o'yin edi. Granny emas, lekin Granny'ga o'xshagan qochoqli o'yin. Ishqilib blogim yetarmikan bu joyga? Yo, yetmaydi ekan. Yuguramiz. Endi nima olamiz? Bu yerdan sandiqdagi bloklar yaroqsiz, lekin mana bu lava kerak bo'lib qoladi. Ko'ryapsizlar. Kim bilsa, qum umuman bir joyda turmaydi. Agar tagida pastlik bo'lsa, pastlikka tushib ketadi u. Lavani tashab qo'yamiz. Ketdi. Biz esa lavani sal qorishiga qoldi. Lavani solib qo'yamiz. Kaktus ham hozircha kerak emas. Boshqa narsalar ham. Endi mana bu yerdan birozgina kovlab turib, kirkani ishlatib qo'ydim-ku. Menimcha yetib qolsa kerak. Kirkalarim ham to'luvdi. Mana. Endi ketdim. Hop. Mana shundoq. Do'stlar, iltimos like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu kanalning rivojlanishiga yordam beradi. Men bu yerdan lavamni olishim kerak. Juda lava ko'rinmayapti. Bu yoqqa soldimmi? Yo'q. Qayerda ekan? Mana-yu. Bu yerga qo'yib qo'yaman. Bu yoqda ko'lni ko'rdinglar, o'sha yerdan suv shu joyga qo'yib qo'ysam. Nima? Yerga tushganda asqotadi. Mana. Va bo'ldi. Endi tushsam. Ana, nom. Mana ovqat hali kerak bo'ladi. Tovuqni olamiz. Bu yoqdagilar nima ekan? Hech narsa emas. Bu yoqlarda bo'sh. Bu yoqda ovqat. Bular hali kerak bo'ladi. Endi nima qilsak ekan? Mana shu daraxtni chopamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, mana shuni chopamiz. Endi bittagina jonim qoldi.
Shu skeletlardan qochaman-da, bir dona jonim qoldi. Buni olib qo'yaveramiz. Hoppa. Ana. Baribir o'lar ekanman, o'sha skeletlar oldiga tushsam bo'lmasmidi? Xo'sh. Sandiqqa mana yog'ochni solib qo'yamiz. Kirkani ham qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, ovqatlarni ham devanda bittasini qo'yib qo'yamiz xolos. Xo'sh, bu yog'och mayli turib turaversang kerak bo'ladi. Xo'sh, hozir biz verstak yasab olamiz o'zimizga. Xo'sh, bunday emas. Mana bunday qilib qo'ysak, ana. Bo'ldi, verstak yasaldi. Buni nimaga shekilga qo'ygim kelyapti? Xo'sh, ana. Verstakda endi xo'sh. Nima yasash kerak edi? Bolta. Daraxtni chopgani. Daraxt biroz chala qolib ketdi. Shani chalasini bitirishga. Shu chalasini bitirib tugatib qo'ysam, keyin daraxtdan anchagacha muammo bo'lmaydi. Xo'sh. Bu yoqlarga ham ko'prikni biroz kattalashtirdim. Shu skelet chota zombi ko'rib qoldi. Dabdalasini chiqaramiz. Jaqqa javob yonimga kelguncha qolmaydi bu. Yonimga kelguncha aytdim, o'lib ketadi bu. Zombilar o'zi shunaqa ham bo'q bo'ladi. Do'stlar, menda shu Minecraftdan tashqari yana anchagina o'yinlar bor. Menga aytinglarchi, xo'sh, mana shu Enderman meni o'ldiradimi yo men uni o'ldiramanmi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring deydi-yu. Mana shu skeletni bir narsa qilib, mana shu quyoshga olib chiqib yo'q qilishim kerak. Xo'sh. Xo'las daraxt chopishimga xalaqit beradi-da bu. Xo'sh. Xo'sh. Bu skelet anchagina aqlliroq ekan. Umuman quyoshgacha chiqmayapti bu. Ana Enderman yuribdi. Yomon asabga tegyapti bari. Xo'sh. Bo'ldi, skelet yo'q qilindi. Daraxtni chopish ishlari davom etadi. Enderman meni ko'rib qoldi. Voy. Duxinga emas meni yo'q qilish. Senga sovg'am bor, Ma, senga. Ol. Tegmadi-yu. Mayli. Uxlab olish kerak, kech tushyapti. Devanda bittasini qoldirib, o'zimda qoldirib xato qilmabman. Baribir kerak bo'ldi. Enderman yig'layapti. Yordam ber. Daraxtni tezroq tugatish kerak. Va oxirigacha. Xo'sh. Yana tepaga. Bu daraxtni chopish juda ham cho'zilib ketdi. Menimcha shu videoni o'zi shunga ketsa kerak. Xo'sh. Tugatib yuboramiz. Daraxtni chopish ishlari tugadi. Endi do'stlar,
hozir mana nimalarni tugatib olsam, mana ovqatlarda biroz o'zimga nima to'playman. Yog'och yoqishga, bunisiga shuncha. Xo'sh, endi temirlarni ham olaman, oltinni ham. Bunisiga esa tovuqni qo'yamiz. Bu pishib chiqsa, ana endi buni qo'yamiz. Nimagadir bu pishirmayapti. Yoki o'zi pishgan. Bu pishyotibdi. Qornim ochiydi. To'qlab oldim. Pishirmayapti. Bunga solib qo'yamiz. Xo'sh. Tezlashamiz. Demak, tushunarli. Mana uni baliqda o'zi pishgan ekan. Men ahmoq. Hamma joyras vaqtdan. Bu baliqni ham pishirib olamiz. Daraxtlarni mana shunday tersam zo'r bo'ladi. Mana shu sandiqni ham tozalashim kerak. Xo'sh. Devantiroradi. Junda qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'sh, endi uchamiz. Stop. Tormoz. Pastga va olg'a. Yo, bolta yasamabman. Shu sababli yana Xo'sh, endi bitta bolta yasab olish kerak. Bu devorni qo'yib qo'yamiz. Endi bu yoqda temirdan olib olish kerak. Nimada ekan? Yoki o'zimda bormidi? Keshyapti, uxlash kerak ekan. Xo'sh. Endi temir olaman. Bittasini qo'yib qo'yaman. 3 ta kerak xolos. Buni ham 2 tasi kerak. Bo'ldi, endi bolta bo'ldi va uchamiz. Yana mana shu daraxtni ham chopib borsam. Daraxt chopishimiz dedi. Bularni yig'ib olaman. Bo'ldi. O'tgan safari videolar kommentariyalarni o'qisangiz, o'sha Play Game kanali egasi bitta narsa esingdan chiqibdi deb yozibdi. Nima esimdan chiqibdi? Kommentariyalarga shuni yozib qoldiringlar. Shu bavlik nima deb degan? Shuni bir ko'rib olaylik. Ismimni to'g'ri yozgan u. Ismim rostdan ham Diyorbek. YouTube'dagi bu birinchi videoyim emas. Bu ikkinchi video.
Shu sababli sal qo'llab-quvvatlab borasizlar. Xo'sh. Endi buni ham chop boraman. Xo'sh. O'tgan safar ovozim sal nima bo'p chiqib qolgan ekan. Endi nima qilasizlar? Xo'sh, nima bor ekan bu sandiqda? Adashmasam o'sha yerdan turib baliq ovlagan bo'lsa kerak. Chiqib ko'ramiz. Xo'sh. To'g'ri topdim. Rostdan ham baliq ovlagan ekan. Xo'sh. Qani bizdan bir baliq ovlab ko'raylikchi. Hop. Ana bitta qolib ketibdi, o'shani ham olib olaman. Xo'sh. Baliq kelyapti. Elimadi. Mayli. Lucky blokni sindirib ko'ramiz va olmos ketmon. Oltin sabzi, oltin olma. Temir bosh kiyim. Xo'sh, vardandagi chiqdi-yu. Hop. Bo'ldi. Endi uyga suramiz. Bu orolda adashmasam qiladigan ish qolmadi. Keyingi videoda kelamanda mana shu hamma Lucky bloklarni sindirib sovg'alarni olib ketaman. Endi sandiqni yana to'ldiramiz. Do'stlar, orzuyimga erishdim. Sandiqni mana joylarini to'ldirdim kirka bilan. Xo'sh, endi nima qilaman? Bu sandiqni to'ldiraman. O'qitilgan oltin olma. Mazza qilaman. Voy. Xo'sh. Bo'ldi, bu sandiq ham to'ldi endi. Ko'proq sandiq yasab olishim kerak. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bitta yetadi. Menimcha 10 ta ham yetsa kerak. Xo'sh, yo bitta ana bu yerga ham to'ldirish kerak. Xo'sh, ana. Endi bo'ldi. Pechkani ustiga ham sakrab qo'yaveramiz. Ana. Mana. 4 ta qoldi endi. Xo'sh, qayerga qo'ysam ekan? Mana shu yerga qo'yaveray. Do'stlar, endi bu safargi video bugungi video hozircha tugadi. Xo'sh, endi sizlarga do'stlar savol, mana bu orolga qurib boraymi? Mana muzli orolga. Muzli orolga qurib boraymi yo orqamdagi mana muzli orolga qurib boraymi? Aytda uylari bor ekan. Yoki mana tropik orolga qurib boraymi yoki mana o'rmongami? Nima deb o'ylaysizlar? Hammaga xayr. Shu videoni like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Video tamom.